Hamma viloyat tashkilotlari. Kimni masalasi bo'lsa, kimga dastur boshi deb so'raylar-da, gaplashinglar. Hal qilmasa mana yerga kelinglar mana oldimga. Haydarovachi. Gapni. Otamam o'tgan, men yolg'iz ko'zim ojiz, ko'z kasalligi bo'yicha turaman. Ko'rmay qo'yganimdan keyin ko'chada qoldim, chunki meni Hasanim bor, Hasan Zuhrayev. U uyni oldi, otam o'lgandan keyin meni ko'chaga chiqardi. Siz Zuhra Hayotxon deb yozgan. Yo'q, o'zgartirdim-da. Kasal bo'ldim, hazam bo'lmagan. Yosh. Keyin u paytda Zafar Ro'ziyev hokim edilar. Ularga murojaat qilib borganman. Qiynaldim, men ko'rmay qoldim. Bolalarni yiqilib yuradi, ikkita farzandim bor. Keyin ular 2018-yil meni Marvarid Manzila Kamilovani oldiga jo'natdilar. Xotin-qizlar qo'mitasi ochildi, o'sha yerga bir boring. Nima bo'lsa davolanish uchun? Sizdan pullar hech narsa so'rab. Nima uchun jo'natdi? Maqsadni aytmayapsiz-da. Mani ziringam ko'ring. -20. Siz hozir yuzingiz ko'rmayapman, lekin o'zim tiqilib, o'qib yozaman. Shunday hujjatlar. Nima yordam kerak sizga? Ishga kira olmayapman. Sizni yoningizda ishga kirishni xohlayapman. Nogironlar bo'yicha bir masala bo'lsa. Ilmiy ishlar hamma qildim. Ijtimoiy himoya bormi? Gaplashdingiz. Miraziz, nima deysiz? Psixologiyani bitirdim. Assalomu alaykum. Endi nogironligi bor ekan, ko'z bo'yicha ishlayman deyapti-da bu kishi. Nurafshon shahrida psixolog vakantingiz bor. Narkoz orqali topshirasiz. Ijtimoiy himoya milliy agentligida vakant bor. Yo'q. Qanaqa maktab? Odamlarga psixologik yordam berasiz. Xonadoniga borib psixologik yordam beradi. Mana nogironligi bor. Argos topshirib, tanlov orasida o'tasiz. Shunaqa insonlarga yordam berasiz. Tushundim, bu oyligi yetarmi yashashga? Chunki o'g'lim o'qiydi hozir talaba. 8 million atrofida olasiz. Topshiriq agar tanlovdan o'ta olsangiz-da. Nogironlarga ham tanlov qiladi. Qanday? O'zimizda kompyuterdan bunaqa o'ta olmaymiz. Suhbat qiladi. Suhbat. Bo'ldi, men sizga hozir tushuntirib beradi. Topshirtiringlar. Oladi, psixolog shtati bor. Valijon aka, nima qilasiz? Salomatsiz, kayfiyat yaxshi, yaxshimisiz? Keling, nimaga? Sizdan bir tadbirkorlik qilmoqchi bo'ldim, yangi yilda. Kreditmi? Yo'q, qaysi turangman, qayerdan olgansiz? Buni arza bering, men bankka beraman. Arzani yozib bering. Men arzasini fishka qo'yib beraman. Bizga komissiyamiz bor, ko'rib chiqadi. 1 yil 6 oy deydi, 6 oygacha mumkin emas. Bundan keyingi ishimiz o'zimiz ishimiz, boqimizda toshlardan aylanib o'zimiz. Xudo xolos. Rahmat. Salomat bo'ling. Charchamang. Farzandlar bormi? Yo'q, hech kim yo'q. Bir o'zingiz. Ijtimoiy himoyada turasizmi shu yerda? Kechagina keldida Ya unaqa yig'lamang, maqmang, yig'lamang, bo'lmaydi, yarashmang. Mayli, Sayrmolonni dardlarini aytsin, bu kishiga ayting, bu deputatlardan yo'q. Ayting. Mana uyimni ko'ring, ahvolini. Ha buni ham aytasizda. Mana kengashdan deputatlardan komissiya qilib yuboramiz. Sog' bo'ling. Buni ham aytasiz. Ahmadov. Keling. Miraziz bilan Obizrab kelsin. Obizrab bilan ko'rishdingiz? Obizrab bilan gaplashdingiz? Yo'q, gaplashing ikkovlaring. Mana gaplashib keling, keyin kelasizlar. Mana. Olib kelasizlar. Amanbayeva mas'ul. Mana men gaplashib kelsin. Chaqiring. Keling. Yo'l tayyor. Somlik. Qayerda yashaysiz? Siz bilan bir marta gaplashuvdik, birinchi gaplashib. Qachon bo'lgan bu yonish? 3 yildan oshdi o'sha. Operatsiya qilgansizmi? 7 marta o'zimga operatsiya qildim. Yuragim to'xtamadi, keyin yog'li iloji yo'q deb shunga chetga harakat qilayotgan edik. Qayerga borasiz chetga? O'sha anaqadan Turkiyadan vrachlar topib qo'yganmiz. Faqat Men berishim mumkin. Mana 20 million beraman. 20 millionga bu narsa o'zgaradimi? Boshqa pul bera olmasanglar, 20 millionga rozi bo'lsangiz beramiz. Shu holatda ko'rib mana nima aytira olmayman. Meni ham vakolatim bor. Iltimos. Ya, endi u homiydi, nimasi yo'q, lekin o'zimiz 20 million beramiz. Shu
Shunga rozi bo'lsangiz berasiz, biz tayyormiz yordam qilishga. Ma'qulmi? Men kimga aytaman, bu hokimiyat deydi birovga, u tadbirkorga bunaqa ber deydigan joy emas, hozir. Hammasi o'zini xususiy korxonasi. O'zimizga nima qilsangiz 20 beramiz. Haligisi aniq bo'lsa, doktor ko'chiradigan joy aniq bo'lsa, gaplashamiz. Davlat tarafidan ilojlar Bilmayman, qani miraziz. Baxi. Mana ijtimoiy himoyadagi chetda davolanib kelishga mana yuz kuyganki, plastik operatsiyaga qo'lida ham nimasi borda, shuni nima qilsa bo'ladi? Chet elga anaqa qilmaymiz, lekin boyagani klikka qo'yib anaqa bera olamiz, qo'yib bera olamiz. O'shan qilay bo'lmasa. Qancha mablag' kerak ekan? Mana hozirgi kechagi qaror chiqardilar-ku. Qurbon haydiga tushungan to'g'ri qilgan edi, u jigar so'zida ham bor ekan, o'shani tasdiqlanib tursa, o'shani ichiga qo'shib ro'yxat qo'shdik. Qo'shinglar qani ro'yxatga. Yetamiz. Hozir koordinatlaringizni qoldiring. Burada o'sha klikdan homiylarni kam o'tkazadigan puli bor, o'shani qilsa to'plangan pulga qarab ajratiladi. Endi hammasini emas-ku, bir qismini ko'taradi. Shunaqa homiylar bor endi, qilib berganida 200 millionlab berishdi, yordam qilamiz. Yordam berish kerak. Yordam beramiz, o'zim shaxsan qilaman. Sog' bo'ling. Yozib keting manbalaringizni, manzillaringizni. Kichkina Dultayeva, qalay? Salom. Bu boshqami? Shu albumingga qiynalyapgan jigarli Qancha? sovchiligi 15 million. Bering 15 million yozing. Yozing. Xayr olon. Dilshod. Hozir. Bu kishilar maqsad. Bo'ldimi? Keling, mirazizga ayting koordinatlarni. Gapiravering. Ya sizga emas ekan. Anaqa biz musofirchilikda yurganimizda uyimizda kreditini qarashda oldik deb общий summaga chiqarib 5 million yig'im chiqarib qo'yishdi. 5 million 300 qanchami? Mana asosida yig'im chiqarib qo'yishdi. Qayerda yashaysiz? O'rtachirchi. Kim chiqargan buni? Sud fuqarolik sudi chiqargan, shuni yig'imini to'lang deydi. Bo'lmasam iloji yo'q, yopilmaydi bu. Qayerdan chiqyapti bu? Suddan kim bor suddan? Suddan chiqyapti. To'la olmayman-da. Shunda 107 million ipoteka bank foydasiga undirib bo'lgan. 107 million undirilgan, shuni Kredit olgansizlar, nima olgansizlar? Uy olganman, kam ta'minlangan 1%. 5 million to'yib ijro yig'imi chiqqanda. Shu ijro yig'imini nima qilib beringlar deyapti. Siz 5 million to'la olmayapsizlar. Yo'q, 5 million to'lamayman. Musofirchilikdan keldim, turmush o'rtog'im qamalib qoldi. Hozir 4 bolam bor, 5 yosh, 3 yosh, 7 yosh. O'zingiz yashaysiz. Qayerda yashaysizlar? O'rtachirchiqda gulzor. Sayrolan o'rganib beringlar. Bir marta jo'natib. Keling, manzillaringizni opaga ayting. Odam jo'nataman, agar haqiqatdan ham nima qilsa yordam beramiz. Masalan, agar 5-6 millionda bo'lsa yordam beramiz. Oh. Iltimos bilan keldim. Keling. Farzandim o'g'lim ishlarida respublikada statistika qo'mitasida sakrashida bo'lib ishsiz Necha yoshda? Qari o'zi qayerda? Hokimiyat. Arbuz degan ekan, arbuzdan ham o'tdi bir marta. Suhbatga chaqiramiz dedi, suhbatga chaqirmadi. Ishsiz 5-6 oydan beri. Respublikaga. Farzandi, oilasi bor. Bering hujjatini, bering, menga emasini bering. Men qani, biz nima qilaylik qani? Bu boshqa yozilyapti-ku. Boshqa kambag'al qisqartirish bo'lim boshi o'rinbosari deyapti-ku. Ishlayapti ekan-ku. Bahodir Qurbon. Qaqki bo'shaganmi? Sabab ishlagan ekan. Statistika emas bu, boshida ishlagan ekan. Ya bu sakrashini bo'lmagan bu. Yo'q, oxirida ishlagan joyi bor. Bandlik bo'limi bo'lib chiqyapti, Ohangaron tumani. 25-yilda kirgan ekan ishga. Ya uni chaqirish kerak edi. Menga gaplashib ko'rasiz. Siz bilasizmi? Ma'ni Qarshibay Bahodir degansiz, Ohangaronda ishlagan. Nimaga bo'shagan? ishga kelmadi oxirgi paytda. Kelmadi. O'zim chaqirib, shaxsan o'zim chaqirdim, ogohlantirdim. Keyin respublika statistikada ishlardim. Bu yoqqa bormadi. Keyin 2 marta ogohlantirdim, uchinchisi bo'shatdim. Mana boshlig'i, viloyat boshlig'i. O'zini chaqirmabsiz dedimi? O'zi bilan bir gaplashardik. Salomat bo'ling, domla. Yaxshi bo'ling. Rahmat. Assalomu
alaykum. Amalim Allohga shukr. Mana ko'zma-ko'z o'lib qolaman, qurishib ketaman deb o'yladim. Ya yaxshi niyat qiling. Bunga shukrona. Xullas, men Ahmed va Saboqat Muhammadovman. 5 qizim bir o'g'lim bor. Ben 8 yil oldin ko'chada o'tib qoldim. Juda oliyjanob inson bilan biz juda yaxshi yashardik. O'sha kundan beri bir ko'zim ko'rmaydi. Mana hozir 3 oydan beri uydan chiqolmay qo'yganman. Mana oyog'imdan ko'rmaydi. Hozir nima so'rab kelyapsiz? Keyin shu ozgina lecheniyaga qachonki ko'zimga ko'radigan qilishga yordam qilaylik. Uni yordam qilamiz. Manzilni yozamiz. Ikkinchi guruhni o'qiraman. Manzilni yozasiz, borib gruppa o'rganadi mahallangizga. Bola chaqangiz bilan gaplashadi. Mumkin bo'lsa yordam qilamiz. Sog' bo'ling. Arizasini yozib bersin. Arizangizni sayyormonlarga yozib bering. Qog'oz beringlar. Bitta balondan saxsonman, borganman, kelganman. Nima yordam so'rayapsiz? Yashashga joyim, besh Xo'jayingiz yashashni xohlaydi, qaynonangiz qo'ymaydi. Boshqa uylanganmi? Rossiyaga ketib qolsa, jo'natsin, uy olishga pul jo'natmaydi. Ulaştım ular bilan. Ularni xo'jayini yo'qligicha o'zlari avvallari, o'zlari kelishganlari. Ham qonunimiz nikoh bor. Deyapmish. Yo, shar'iy nikoh bo'lsa, eringiz boshqa xotini bormi? Yo'q, ishlashga ketgan, lekin yashash xohlamayapti, ajrashtiramiz. Masafatga yarasha uy olib. Ya biz uni chora ko'ramiz. Agar Otalik huquqi nima qilgansa, davay gruppa qilamizda, hammani tashab sud orqali yarashni majburlaymiz yashashga. U 4 ta bolani tug'dirib qo'yib, endi mazza qilib ketarkanlar Rossiyaga. Oyog'idan tortib kelamiz. Davay Normirzayevaga yozasizlar. Mana ishchi guruh qiladi, adliya qo'shiladi. Keling baxin Nilufar. Nima qiladi? Yozib oyda bu kishi arizasini olingda. Ishchi guruh qilib, o'sha yarashtiruv komissiyasi hammasini qilib borib, qaynonasiga ham chora ko'rish kerak. Erini ham bu yoqqa qaytarib olib kelish kerak. Shu yoqqa ishlatamiz o'zimiz. Mana shunday deb yozinglar. Arizani yozib bering. Yo, ariza berasizmi? Yo, endi u necha yillik ariza? Falon ariza deng, yozib mana. Viloyat prokuraturasidan kim qatnashyapti? Xayrli aka, buni mana hozir opa o'tiribdi, Chinoz tumanidan ekan, Xo'ja Soat mahallasidan. Hozir telefoni bilan sizga ulab beradi. Xayrli akaning telefoniga opani ulab ber. Xo'p bo'ladi. Qaysi tumandan boshlaymiz? Viloyat studiyasida zotan. Viloyat xalq qabulxonasi ulansin. Qabulxonasida kim bor? Assalomu alaykum, hakim bu. Assalomu alaykum. Gapiring opa. Men Qashqadaryodanman. Yaxshi, yaxshi opa, gapiring. Yuqori Chirchiq Qarasuv oldiga o'g'lim ishlagan edi, streykaga. Aha. 3-aprel kuni bir notanish yigit bilan tanishib qolganda, o'sha kuni kechqurun ikkovi choy ichgan chiqqanda. Aha. O'g'lim 11:30larda ichayga ketaman deb kanal bo'yiga o'tib suvga tushib ketgan Qarasuvga. Ha, 2 marta suvni to'xtatib berdik. 2 marta. 2 marta to'xtatgan bilan umuman kirolmadi. Hovuzlar ham kirolmadi, yaxshi ko'rolmadi. 2 ta farzandi bor. Otasi yo'q. Hozir nima yordam kerak hozir? Kanal suvni yopib berib jasad topish kerak deysizmi? Jasad topib beringizlar. Bolalari sag'ir qilib chiqmayotgan. Bu kishini 2 marta javob berdi. 3 marta yopib bergan ekanmiz. Mayli, yana bugun kamaytirdi, lekin hech narsani ko'rib bo'lmaydi. Jasaddandir, savodim deb ko'rib. Opa, u kanalda suvni nol qilib quritib bo'lmaydi-da. Uni u yerost suvlari ham chiqib turadi-da. Uni biza oqar suv to'xtatamiz, lekin yerost suvlari bor-da. Uni men oldingi safar ham tushuntirib berdim. Mayli, yana bir marta aytaman mana. Mana bu hozir Qurbonovga yozinglar, amaliy yordam berish bo'yicha deb. Opa, yana aytaman. Men tushunib turibman. Menga o'zi hokimiyatda oldinga ham kelganingizni aytdi. Bir marta, keyin ikkinchi marta yana kimdir ukalarimi, o'g'illaringiz, katta o'g'illaringizmi kimdir keldi. Uni ham xabarim bor. Bitta farzandim bor. Endi kimdir keldi, erkaklar keldi, ikkita erkak keldi-da menga. Unga yana yopib berdim ikkinchi marta. Hozir yana uchinchi marta yopib, mayli, yana yopib beraman. Iloyim topilsin. Salomat bo'ling. Yordam aytaman hozir. Hamrayev Muhriddin. Keling. Assalomu alaykum, Zoir To'g'rich. Assalomu alaykum. Men tadbirkorlik faoliyatimni boshlash uchun 2025-yil 16-dekabr kuni qabulingizga kirdim.
Ha? O'zimga tegishli bo'lgan Vazirlar Mahkamasi 253-son qarori 13-bandiga asosan o'zimga tegishli bo'lgan avtolavkani Toshkent viloyati hududida joylashgan bozorlar hududida ijara shartnoma asosida joylashtirish masalamidir. Ha. Masala yuzasidan menga Toshkent viloyati bozorlar viloyat boshqarmasi direktori Abdulxayr Bek Barakani aytdingiz, a? Bek Barakamidi? Toshkent viloyati hududidagi barcha qaysi imkoniyat bo'lsa bozordan taklif berishlari kerak edi, lekin men 6 oydan beri menga umuman taklif ham berishgani-yu, masalan ochiq yotibdi haligacha. Abdumalab qayerda? Assalomu alaykum. Zoytoyevich. Assalomu alaykum. Bu hammasini javobini berganmiz. Savdo kompleks o'zi Zangiotadagi Chinni bozor Bekbarakani oldilarini tozalagan joylarimizga Men oldingi safar aytganda aytdim, Bekbaraka Chinni bozorga kirmasin hech kim deganman. Bironta odam kirmasin. Butkasini qo'ymasin, kirib prilavkani arendaga olib savdo qilaversin. Bozorda rastasi bor joyda qo'shimcha ravishda bino qurish, qanaqadir vagonchani olib kirish degan narsa bu noto'g'ri narsa. Odamni yo'lda yopadi, xalat qiladi, pajarni yo'lda yopib qo'yadi. Uni men aytmaganman, men bilmayman. Nima deb javob beramiz hozir? Bo'ladigan, bo'lmaydigan birdan aytaylik. dehqon bozorlarida oziq-ovqat bilan shug'ullanishga do'konlarimiz bor. Men Toshkent tumanidan ham taklif qildim. Chirchiqdan taklif qildim. Angren hamma joyda mavjud bor dehqon bozorlari bor. Hurmatli Zoirovich, gapingizni bo'ldim, men bor uzr. Men Vazirlar Mahkamasini hozir amalda bo'lgan 253-soni 13-bandi bor. Bunga asosan tadbirkorlar o'ziga tegishli bo'lgan avtolavka, avtodo'kon, izotermik sig'imlarni bozor hududida ijara shartnoma asosida joylashtirish huquqiga ega. Dehqon bozorlari aksiyadorlik jamiyatlar mana shu viloyat hududidagi barcha bozor hududlariga ijara shartnoma asosida joylashtirish huquqiga ega. Hozir amalda o'sha qonun, o'sha amalda. Unga e'tiroz yo'q. Unga e'tiroz yo'q. Qonun bo'yicha men bularga chiqyapman, lekin bir Toshkent bozor menga bironta ham taklif bergani 6 oydan beri. Agar bozor hududi bironta obyektni qo'yish, o'rnatish, yong'in xavfsizligi, fuqarolarning harakatlanishiga xalaqit qiladigan bo'lsa, ruxsat berilmaydi. Birinchi o'rinda men bozorning ichidan deyman, faqat pajarni moshina yurgizib ko'ringlar, pajarni yura oladimi, yura olmaydimi? Shuning uchun xafa bo'lmaysiz. Agar gemplan bo'yicha bor harakat, bor rejani buzmaydigan, bozorda tasdiqlangan boshqa rejasi bor-da. O'shanga mos kelsa qiladi. Bozor darvozasini oldiga bilaman, hammasi aytadiki, bozor darvozani oldiga qo'yib ber deydi. Men unga qarshiman. Yo'q, menga uzr, yana gapingizni bo'ldim. Bozor darvozasi yoki men joy aytganim yo'q. Menga o'sha o'zlariga mavjud bo'lgan, o'sha pajarni xodga mushohid qilmaydigan, qanaqadir tashkilotlarga mushohid qilmaydigan taklif beringlar deb murojaat qilyapman. Menga umuman yozma ravishda berasizlar. Agar joy bo'lmaydigan bo'lsa, bo'sh turgan binoni tavsiya qilib beringlar. Xo'p bo'ladi. Salomat bo'ling. Keyingisi. Халандарова Наргиз. Здравствуйте, Зоир Таирович. Здравствуйте. Я вообще записывалась на личный прием, потому что у меня вопрос... Это мой личный прием. Но я не хотела бы публично. Почему? Потому что тут идет не только нецелевое использование государственной земли, но и использование психически недееспособного человека. Поэтому 4-й год не может решить этот вопрос. Дело в том, что слишком много было событий за 4 года. В итоге моя недееспособная подопечная лишена жилья. На нее оформлена фирма. В общем, нулевая деятельность. Сейчас как раз слышит прокурор области, Маджбури Ижро, департамент. Прокуратура выявила нарушение, но при этом не возбудила уголовное дело. Поэтому... Вот, дайте заявление на мое имя. Дайте заявление. Все, я поняла. Дайте, Все? пожалуйста. Спасибо. Хоп. Arizasini olib qolsin. Marhamat. Tak. Qarshiboyev Husan. Assalomu alaykum Zoir Toirovich. Assalomu. Ismim Qarshiboyev Husan, Quychirchiq tumanidanman. Shunaqa murojaat bilan kelgandim. Avvalambor birinchi o'rinda rahmat aytmoqchiman prezidentimizga ham sizga ham. Yaqinda prezidentimiz administratsiyasi huzuridagi El-Yurt Umidi jamg'armasining stipendiyatiga aylandim. Shu yil men Xudo xolasa kuzdan Britaniyaning 76-o'rinda turadigan universitetda o'qishni boshlayman-da. Prezidentimiz jamg'armasi hamma xarajatlarimni qoplab beradi. O'qib qaytib kelib O'zbekistonda ishlamoqchiman. Buning uchun bizga shunaqa talab qo'yilgan.
stipendiyat bo'lganimizdan keyin biz moliyaviy kafil tashkilot topishimiz kerak bizga. Hozir biz administratsiya bilan, jamg'arma bilan bog'lanib gaplashganda ular aytishdiki, viloyat hokimligingizdan olasiz uni, viloyat hokimligi yordam bera oladi dedi. O'zimni tuman hokimligimga ham bormoqchi bo'ldim, lekin tuman hokimliklarida tartib bormi? Qani ijtimoiy kotibiyat ha? Quychirchiqmi? Quychirchiq hokimi. Kim qatnashyapti? Assalomu alaykum Zo'rtosh. Hokim birinchi o'rinbosarman. Savollaring bormi bundan? Ijtimoiy bo'yicha o'rinbosar kim? Siz kim bilan gaplashgansiz, Husan? yo'q, tuman hokimligiga birinchi borayim deb administratsiyadan, jamg'armadan so'radim. Ular aytishdiki, Yo'q, siz kim hokimga, rayon hokimiga bormagansizmi? yo'q, tuman hokimliklarida bunaqa vakolat yo'q ekan. Uchinchi shaxslarga kafolat vakolati yo'q ekan. Iminni tuman hokimliklarida shunaqa vakolat bor. Siz Toshkent viloyatiga emas, Quychirchiqqa qaytib kelishingizni kafolatga olib siz yozib berasiz, keyin hokimlik yozib beradi-da. Shuning uchun birinchi o'rinbosar, meni eshityapsizmi? Eshityapman Zo'rtosh. Mana ijtimoiy kotibiyati rahbari oladi, hozir hokimingiz o'qishda masalani hal qilib menga axborot berasiz. Hozir to'g'ri siz Quychirchiq hokimiyatiga boring, Husan. Boring, hal bo'lmasa telefon qilasiz. Viloyat hokimligini ola olamanmi demak? Viloyatdan emas, rayondan olasiz. Rayondan qabul qilmaymiz, rayondan qabul Men sizga qabul qildirib, o'tkazdirib beraman. Men siz borib kelavering, farqi nima? Kafil. Mana bu yerda mutaxassis beryapti, ha? Bana hozir shuni boradi, oladi, hokim yozib beradi. Kim biz oxir bo'lmasa biz beramiz. Sog' bo'ling. Mayli, rahmat. Men yoz tumanchi hokimligiga. Gapiring singlim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Jahon tillari bitiruvchi talabasiman. Prezident farmoniga ko'ra katta mablag'ga ega banklarga bizga o'sha biznes bo'yicha mablag' ajratish, kredit ajratish belgilangan ekan. Shundan foydalanib shaxsiy bolalar bog'chasi ochmoqchi edim. Bu shaxsiy bolalar bog'chasida o'sha ko'proq onalarga yengillik yaratib, onalarni ishiga mo'ljallangan smenada ishlamoqchi edim. Masalan, 8 dan 9 gacha smenalilar uchun yoki tibbiyot xodimlari uchun kechki smena ham qilib ishga tushirmoqchi edim. Bunga joy kerak ekan, agar iloji bo'lsa Nurafshon shahardan joy so'ramoqchi edim. Rekonstruksiya qilsa bo'ladigan joy. Nechinchi kurs o'qiysiz? 4-kurs. Bitiruvchi kurs talabalariga agar mana siz o'zingiz uyingizdan, xonadoningizdan biznesni boshlab qo'ygan bo'lsangiz, beriladi. Pul ham binoni ko'rsatsangiz beriladi. Lekin men bankdan pulni olaman, bankka auksionsiz yer ber desangiz, auksionsiz yer bera olmaymiz. Bino ham auksionda sotiladi. Lekin yana aytaman, albatta beriladi, lekin yana aytaman, o'zingizni boshlab qo'ygan biznesingiz bo'lsa rivojlantirish mumkin yoki o'zingizni balansingizda bino bo'lsa, o'shani remont qilib ishlatib olishga kredit bera oladi bank. Tushuntirib beradi sizga. Tartib qaror chiqqan, prezident qarorlari bor. Beriladi. Qanaqa garovdan yordam bor, foizini pasaytirib berish bor, lekin binoni bepul berib yuborish degan narsa yo'q. Xudoyberdiyeva. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Zo'rtoyevich, men Bekoboddan keldim. Bobur Mufiy kengash, jamoatchilik kengashi raisiman. Furqat Xudoyberdiyev eshit, menga baba 3 kundan beri Facebookda yozadi haligida. Men. Bugun gaplashdik Zo'rtosh. Nima muammongiz bor, opa? Bizda mahallada bir ayol bor. Sal yozuvchiroq. U yozuvchiligi qayerdan boshlandi? Bu oilada nosog'lom muhit bor ekanda, qo'shnilarda aytish bo'yicha mahallada. Biz u nosog'lom muhitni o'rganish uchun uylariga borsak, eshikni ochmadi, kirgizmadi. U uyda voyaga yetmagan bir bola bor. Ya'ni uni o'g'li, 3-o'g'li. U o'g'lini ochish uchun eshikda ichki ishlarga murojaat qildik, prokuraturaga, hokimiyatga, hokim buvamizga murojaat bilan chiqdik. Shu eshikni ochinglarki, biz u bolani qanday ahvolda yashayotganini ko'raylik. 2 yildan beri u bola, bu yil 3-yil bo'lyapti, u bola hech kim ko'rmagan. Hech bir inson ko'rmagan. Maktab davomatda bor deb beryapti, baholanib kelyapti shu kungacha. Maktabga borib nimaga baholayapsan? Yo'q bolaga desak, uni tushuntirishni xohlashmaydi. Bizga shunaqa buyruq kelgan. Kim buyruq berdi? Biz u bolani tirikmi, notirikmi?
qanday ahvolda, ruhiyati qanday, hech kim bizga javob bera olmadi. Necha yoshda u bola? U bola voyaga yetmagan, menimcha bu yil 9 yo 8-sinf bo'lishi kerak. Maktabga umuman bormaydimi? Maktabga umuman bormaydi. Uyga bu yil chiqarishdi, qarordi. Bu yil uyda o'qitadi, lekin bir kun ham o'qimadi uyda. Negaki onasi unga qarshilik qiladimi bilmaymiz. Umuman o'qimaydi-da u bola. Lekin hamma joyda bor, davomatda. Xalq ta'lim boshqarmasi ishlayaptimi? Assalomu alaykum Zoyatboyevich. Siz ham yozib oling. Ichki ishlar boshqarmasidan kim bor? Biz hokim bor, biz so'radik. U ayol men gapingizni tushundim. Uni podrobnisi menga kerak emas. Hozir boradi, ertaga siz topadi. Kiramiz. Mana voyaga yetmagan huquqni himoya qiladigan bo'lim bor ichki ishlarda. Shahar agar shuncha zaif bo'lib qolgan bo'lsa, hokimiyat bilan ichki ishlar biz viloyatdan odam yuboramiz. Xalq ta'limining rahbari o'zi boradi, joyiga boradi. Bunaqa holat bo'yicha tashlaylar. Maktablarga kiruv tashlaylar. Juda ham bunaqa narsalar ko'payib ketdi. Mahalla, endi mahallamiz zo'r mahalla bo'lyapti-da hokim bor. Juda o'zgarishimiz katta. Ishsizlik yo'q bizda. Ishsiz fuqarolar yo'q, ajrim yo'q. Hokim bor, mana borsangiz ko'rasiz, hamma joy o'zgarishlar yaxshi ketayotgan joyda, kechagina raisimizni guvoh bo'lib o'tayotgan joyida ayblov e'lon qilishdi. Hech qanday nimasiz, ayblov isbotisiz. Kim e'lon qildi uni? Zafar rayon Bekobod tumani. Hech qayerda isbot yo'q. Prokuraturami, ichki ishlarmi? Sudmi, prokuratura? Sud e'lon qildi kecha. Yopiq berildi, 4,5 yilga uy qamog'i berildi, lekin shuncha isbotlarini olib borib berdik. Bular bir guruh ana o'sha bolani onasi o'zi aslida yozgan o'sha ayolda, lekin Bekobod shahar nimaga bunchalik qo'rqyapti bitta yozuvchi deb bir raisni ishlab turgan, yonib turgan raisni yem qilib beryapti-da bir yozuvchiga. Endi unchalik emasda, biz bilmaymiz. Shuning uchun sizni oldingizga kelaylik dedik. Hamma joyga chiqdik. Javob yo'q bizga. Bizga umuman javob yo'q hech qayerda. Hozir mana men arizangizni qoldirib ketaymi, hozir ishchi guruh qilib, qilib o'zim nazoratga olib beraman buni. Rahmat, sog' bo'ling. Tursunboyev Rashid. Assalomu alaykum, Zoyatboyevich. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmat. Men sobiq fermer xo'jalik rahbari Tursunboyev Rashid akaman. 2018-yili Tuzelda aeroport qurilishi boshlandi. Shunda Mir Qosimov bilan Rahmonov degan viloyatdan kelib, hokimiyatdan kompensatsiya sifatida menga ikkita yer beramiz deb kafolat xati bergan. Kim ular? Qaysi hokimiyatda u? Qibray tuman hokimi. Xo'p. Mir Qosimov Mirazam. Xo'p. Yerni 2019-yili aytilgan yerni o'lchab berdi. Mana gen plan deydimi, 200 ta odam bo'lsa, hammasi o'lchagan, menga o'lchab. Kadastr eshitsin, kadastr. Eshit kadastr. Hammang mana dovdirab ketma, sigaret chokishga, boshqa qilishga, pirashka yeyishga eshit menga hammang. Hammani yig'ib ozmancha qoqib qo'yaman hozir. San ham eshit, sunos shubasi. Gapiring. Shu bilan men o'tga aylantirib devor qurib qo'ydim. Keyin hokimdan qaror so'radim yerga nisbatan. Ular aytdi, hali qaror tayyor emas dedi. Shu bilan qoldi 2025-yili qaror berishdi. 2025-yil shu davr orasida bizning hudud Yashnobod tumaniga o'tib ketdi. Qanday qaror beradi 25-yilda? Hokim qaror bera olmaydi-ku. Mumkin emas-ku hokimga hozir qaror yerga nisbatan bu egalik huquqini belgilash hokim vakolat ketganiga 22-yil ketgan. Hozir bu qaror qo'lingizda modelka qaror emasmi? Yo'q. Bunaqa vakolat yo'q hozir hokimlarda. Yo'q, menga yer ajratganda kompensatsiya sifatida puli bermasdan. Ya kompensatsiya sifatida yer berish bu ham yo'q bo'lgan. Faqat pul beriladi. Menga o'xshagan fermerlarga berilganda hamma Ya u bir payt berilgan, lekin siz vaqtida qarorini chiqarib olmagan bo'lsangiz, 22-yildan boshlab viloyat, tuman, shahar hokimlariga, fuqarolarga yer ajratish, kompensatsiya sifatida yerda o'rniga yer berish vakolati bekor bo'lgan, hammasi pul bilan hisob kitob bo'ladi. Hozirgi bilmayman qanaqa qaror qo'lingizga tushgan. U ehtiyot bo'lish kerak. 25-yilda hokim vakolati yo'q. Buni ta'kid etish kerak. Hozirgi kunda
Zoir To'g'ris, menga shu ajratilgan yerga nisbatan huquqiy hujjat qilolmayapman. Yo'q, Yoki qilolmaysiz ham uni. Chunki hozirgi aytgan gapingizni men sizga aytaman. Unaqa vakolat hokimiyatda yo'q. Qanaqa qilib qaror qo'lingizga turibdi 25-yilda? Men o'zim qonun bironta me'yorga to'g'ri kelmaydi. Mayli, men prokuraturadan olay, agar bironta mezon bo'lsa, bironta sudning qarori chiqqanda ham sudning qarori faqat pulga chiqarib beradi. Yerga chiqarmaydi sud qarori. pulga chiqargan mana, pulga. Pulga chiqarsa to'g'ri. Lekin pul to'layotgan, agar siz oldin yer olgan bo'lsangiz, pulga chiqqani bo'yicha to'lov noto'g'ri bo'lib chiqadi. Bilmayman, menga shunaqa qilishdi. Hozir Prokurator, xayrli aka, eshityapsan, xayrli aka. Eshityapman Zoir Tosh, hammasini eshityapman. Yozib oling-da mana Tursunboyev Rashid nirmalarini oling, mana xalq qabulxonasi bu kishi o'tirib hujjatlarni oling-da, nima qilib bering? Xo'p bo'ladi. Sog' bo'ling. Rahmat. Xadjayeva Yulduz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizga murojaatim hozir sizni rosa yordamingiz zarurda. Marhamat. Shu oilamda ozgina anaqa muammo bo'lyapti. Shu bundan 2 yil oldin o'zim opacham jigarimga kreditga mashina olib bergandikda xo'jayim nomiga. Anaqa kvartirada turardi, agemkada yaxshi oylik olib pochcham ishlardi. Shunda iltimos qilgandi, shu mashina olishga, ular o'zlari nomi cho'rniyda bo'lgani uchun, xo'jayinim nomi toza bo'lgani uchun kredit olib beringlar, shu mashina olib, mashinani to'lov qilib, uy olishga sotib, keyin uy olamiz. Yordam qil deganda yordam beraman deb xo'jayinimga iltimos qilgandim, shu opachamga, pochchamga mashina kreditga olib berishga ko'ndirgandim. Hozir mana 1 yildan oshdi, to'lamayapti-da kreditni. Bizni bo'ynimizda hozir ancha foiz tug'ilgan. Pochchangizni chaqirib quloqni buraymiz-da. Pochchangiz familiyasini ayting. Abdumomin Samandar. Yozinglar. Hozir oilamda notinchlik, 2 ta farzandim bor. Ya pochchangizni sudga berish kerak pochchangizni. U qanaqa pochcha u? Qayinsinglisini qiynaydigan. Boshqa yordam qilib bo'lmaydi. Faqatgina bitta yo'li pochchangizga qattiq chora ko'ramiz. To'lashga majbur qilamiz. Riziklar qildim, uchastkoylarga ham yozdim. Qo'limdan ish kelmayapti. Hozir xo'jayinim uni topolmayapmiz-da, kvartira yashab yuribdi. Xo'jayinim avtobus haydaydi Olmaliqda. To'laysanmi deb ko'rib qolgan ekan, ishi joyida xo'jayinim uribdi-da kelib. Hozir qaynonam, qaynopachalarim sen opachang, sen qilgansan deyapti-da menga. Men qiynalib ketdim, nima qilishni bilmayman. Arzani yozib berasiz, viloyat ichki ishlar rahbari eshityapti o'rinbosari. Bular qiladi, topamiz. Qaysi bank? Kapital bank. Buncha pul to'lashga bizni sharoitimiz. Qancha pul to'g'risi gap ketyapti? Bilmadim, har kuni MIBdan 160. Ya necha so'm qarzlaring qancha? 165 million deb keladi MIBdan har kuni. 160 millionga qanaqa mashinka olish mumkin? Katta mashina deng-da. Mashinka deyapsiz-ku. Mashina olgan. Mashina. A mashina qayerda hozir? Hozir u mashinani urib, shtrafnoyda yotibdi-da, mashina urganda avariya qilgan. Keyin shtrafnoyda yotibdi, anchadan beri chiqarmaydi ham. Radardan 7 millionmi qarzi bor ekan, uni ham to'lamayapti, hech nima qilmayapti. Shtrafnoyda bu yerda yotibdi, mashina hech kim hech narsa qilmayapti. Yaxshi. Arzani bering, o'sha ichki ishlar orqali yordam qilamiz, lekin o'zlaring nima qilgansizlar? Endi men ishondim. Yarim ishongandim. 1989-yil Bo'stonliq tumani Iskandar qo'rg'oni Sadrda ayni 63-uyda uy sotib olganman. Aha. 2010-yilda bir tog'amni qo'yib qo'ygandim vaqtinchalik. Sizlar bir gaplashuvdik. Angren shahrida. Ha, esimda. O'sha yozdi ekan, gapiring. Lekin shu uyda Kalbayev, Aralbayev, kadastr xodimlari bo'yicha uyda turganda qalbaki hujjat tayyorlashgan. Kadastr, ha? Ha, kadastr tarafdan bularga rasmiylashtirilgan. Kadastr tarafidan. Bir emas 3 ta. Men buni Bo'stonliq tuman prokuroriga murojaat qilganman, e'tiborsiz qoldirgan 2000 nima. Lekin Toshkent viloyati prokurori Samadov jinoiy ish ochgan tomonidan 228-modda bilan. Bo'stonliq tumani 5 yildan beri berkitib keladi. 5 marta ochilib, 5 marta. Hozirgi kunda 2023-yili endi
Toshkent viloyat prokuroriga men kira olmayapman. Shu bitta oxirgi qarori bekor qilish, aniq mana hujjatlari ko'rsatib, yechimini topish uchun Toshkent viloyati prokuroriga necha marta murojaat qildim. Xayrli aka, hozir kelsa hozir qabul qiling, mana hozir. Xo'p bo'ladi, kelsinlar. Keling hozir viloyat prokuraturasiga. Mana kutyapti, keling hozir. Chiqing, keling. Nurafshon shaharda. Keling hozir. To'g'ri keling. To'g'ri, Nurafshongami? Ha, Nurafshon keling. Xo'p, rahmat. Men qarang 1934-yilda kadastr sotib olganimdan keyin bu yerda jinoyat bor. 2016-yili bilasiz 200. Siz bilan 3-marta gaplashishimiz. Esimda, hammasi esimda. Aytamanki, hech begonasi yo'q. O'zimizni qarindoshlar, tanish bilishlar, uni qo'shnilar. Otingizni ham mana 3-marta opa gaplashuvdik-ku buni. Menga aytdingiz, kirib viloyat prokuroriga kirdingiz-ku o'shanda. Yo'q, endi prokuraturaga kirgan bo'lsam ham hozir bitta jinoyat ochildi. 58. Jinoyat ochilgan bo'lsa, opajon, jinoyatni tergov qiladigan prokuratura bor, ichki ishlar bor. Prokuratura shu qarang, hozirga qarang, qo'limda hozirga qadar qo'limda hujjat turibdi, prokuraturaga beryapman, prokuratura ichki ishlarga o'tkazadi, ichki ishlar o'yin qiladi. Bu yerda aslida 58-uyda ichki ishlarda ishlagan Kaldibayev degan men uyimni chizdirib olib, 59 hujjatlarni yo'q qilib yuborganligi ochildi. Bu yerda u to'rttasiga hozir sotib olgan, noqonuniy, soxta, kadastr notariya qilib olganligi ochilib bo'ldi. Endi prokuraturaga yozganimdagi 2016-yildan beri hozir ochildi. 2016-yildan beri bular men ishimni ko'rmaslikka harakat qiladi. Menga amaliy yordam berib, meni qabul qilsin. Eshityapman opa. Qabul qilsin, prokuratura jinoiy ish qo'zg'atilgan. Xayrli aka, qachon kelsin? Xayrli aka. Eshitdingiz zaten. Kelaversinlar, hushutdamiz, idoradamiz. Mana viloyat prokurorining o'rinbosari kelsin hozir qabul qilaman deyapti. Maripov Bahodir. Assalomu alaykum, hurmatli Zoir Toyirovich. Avvalambor sog'lik, salomatlik tilayman. Rahmat. Muvaffaqiyat tilayman. Men murojaatim shundan iboratki, 2016-yil xususiy korxonamizga qarashli bino davlat ehtiyojiga kerak bo'lib qoldi, buzilgan. Uni o'rniga yer beramiz deyishdi. Xullas, yer ham olamadik. O'rta Chirchiq tumani tarqalib ketdi. Nurafshon shahar hokimiyati paydo bo'ldi. U bo'ldi, bu bo'ldi. Xullas, qisqasi 10 yildan beri yer ham olamadim, shunaqa yuruvdim. Oxiri sudlashib, iqtisodiy sudni qarori chiqdi. Qachon chiqqan? Sud qarori qachon chiqqan? 19 dekabrda kuchga kirgan. 2025da? Ha, 2025da. Qancha so'mmaga? 401 mingga. Biz qayerda? Buni haligi mana bizda ijroga qaratilgan bo'lsa, bizda sunos shubasiga keladi. Men kecha ham bir 7 milliard to'lab berdik. Menda 400 million unaqaga muammo yo'q unda muammo yo'q. Olib keling o'sha ijro hujjatini, mana Begzod telefoningni ber. Telefonlarimni bog'lan mana. 90 176 03 13 sizni nomeringiz mi? Telefon qilamiz. Telefon qil. Hozir telefon qildi, qani bilib, hozir mana Begzod degan yigit telefon qiladi. Bu mana hokimiyatda sunos shubasining boshlig'i sizga ham tartibni tushuntirib beradi. Rahmat, siz vaqt uzaganingizga. Salomat bo'ling, salomat bo'ling. Bo'ka tumani Akmalova kelsin. Akmalova gapirsin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Opa, o'zimizda opa, salomatmisiz? Maysar opa, yaxshi yuribsizmi? Ko'rganimdan xursandman. Nima masala yana? Aytdimman-ku. Masala bir iltimos bilan keldim yana oldingizga. Men aytib o'tib ketdik, endi bilsangiz xafa bo'lib qolmang, bilmasdan administratsiyaga borib qo'ydimda. Yangi qurilgan nimaga, o'tdan ro'yxatga oldi. Sizga yozildim. Baxtiyor Jalolovich bilan sizni huzuringizga yozildim. Allohga bersa shukr. Navbat mana sizga bo'lib qoldi. Bundan xursandman. Muammolarim hal bo'lsa, Xudo xolasa anaqa bo'lmaydi. Men iltimos bilan yana sizga murojaat qilyapman. Hali boshimdagi o'tganda xabaringiz bor-ku, uy to'lovlarida to'lalmay qoldimda, endi turmush o'rtoq 8 yildan beri nogiron. O'zim o'sha avariyadan keyin barib yana ishga qaytdim. Oyligim sal kam 1.119 mingga ishlayapman. Ana shu uyimni aksionga qo'yib bo'lib turibdi. Kreditga olingan uyim bor. Shuni agar iltimos qo'lingizdan kelsa
Mani o'sha uyimni muddatini ozgina cho'zib yordam Qaysi bersin. bankda u? U anavi oldin Begovatda qishloq qurish banki bo'lgan, hozir viloyat Nurafshonga o'tgan u bankimiz. O'sha uy masalasi bo'yicha. Keyin anaqa bu birinchi masalam, shu uysiz qolib ketmay deyapman. Chunki mana hozir jonimni jabborga berib tumanim uchun mehnat qilyapman. Bundan keyin ham xudo xolasa mehnat qilaman. Shu oyligim pastroq bo'lib qoldi. Keyin o'zingizga uchrashganimda o'g'limni o'sha Sergeliyga, Nurafshonga biznes zapravkaga ishga kirgizishga yordam beraman dedingiz. Pasportlarni tashlavdim, hech qanday javob bo'lmadi. Mana xizmatga ham borib keldi. Xizmat ham qilib keldi. Mana hozir DXXda futbol o'ynaydi. MMA jangiga qatnashadi, lekin shunday bolam o'sha olamdan o'tgandan keyindagi o'g'lim, bittagina o'g'lim qolgan. Bu ham ishsizda, o'sha biznes zapravkada oldin ishlagan, bir kun ishlab, ikki kun dadasiga qarardi, epilepsiya bilan xo'jayinim yonida odam bo'lmasa, bitta erkak kishi bo'lmasa, men eplolmayman. Ular hozir borgan sari yosh bola o'sha boryapti, o'sha umuman og'irlashib boryapti vaziyatlari, sog'lig'i. Keragicha yo'qotishlar bo'ldi, akajon, o'zingizni xabaringiz bor. Yonimda turdingiz. Yordam bergan kunlaringiz, mani yonimda bo'lgan kunlaringiz bo'ldi. Buni men hech qachon esdan chiqarmayman. Lekin hozir borgan sari oilam botqoqqa botib boryapti. Ikkinchi masala. Bu ikkinchi o'g'limni masalasi, bu uchinchi masalam hozir. Endi baribir o'g'lim bilsa, Bukadagi nimalar mendan xafa bo'lmanglar, men Bukaga hech qachon tosh otmaganman, otmayman. Chunki hokimimiz yordam beradigan vaziyatda bor, yordam bera olmaydigan vaziyatlari ham bo'lgani uchun men viloyat hokim bilan uchrashishga qaror qildimda. Hozir bu uchinchi masala, men mahallada agent bo'lib ishlayman, bankda, Xalq bankida 1 yil 3 oy bo'ldi. 1.119.000 o'zim maqtashni xohlamayman. O'ndiruvlarda 18-da уже yopib bo'lganman, MPlarda. 60+larda ham yopib bo'lganman. Faqat meni energiyam 1 millionlik oylikka qarab ketmasdan yanada bir topshiriq, bir jiddiy topshiriqlar bo'lsa, oyligi normal ishlar bo'lsa, chin sidqidildan mehnat qilib boqimanda bo'lmasdan, boqimandalik o'zi xohlamayman, bo'lmaganman, bo'lmayman, iloyim. Mehnat qilib oyligim sal normal oylik bo'lsa, men xudo xolasa chiqib ketaman. Alloh menga umr bersa, faqat umr bersagina chiqib ketaman. Sog' bo'lsam, ishlab, o'zim mehnat qilib, uy to'lov, mana svetimda qarz edi, mana tushirib qo'ydim. Ancha qarzim bor edi, mana shu oyligimdan 1 million o'tkazib tushirib qo'ydim. Yeyish ichishim yaxshi bo'lmasa ham, lekin davlatdan qarz bo'lishni xohlamayman. Shu oyligimni ham yordam bersangiz, normal bir topshiriqli bir ishlaganga yarasha bir jonim chiqaradigan ish bo'lsa, ishlab mehnat qilsam, xudo xolasa o'shanga yarasha men oylik olamanda. Hozir mayli mana qilyapman, MPlar yana xizmat qilyapman davlatimizga. Kreditlarni birinchi o'rinda yopadigan so'rashingiz mumkin Xalq bankining boshlig'ida. Oyda oxiriga bormasdan 18-da men o'sha rapid beraman. Men yopib bo'laman kreditlar hammasini. Yanada bir ish bo'lsa, yana ham ishlasamda oylik oilamga olib kirib kelib shu qarzlardan qutulib, men tezroq oyoqqa turib, men hayotlik paytimda farzandlarim qiynalmasdan bemalol keyinchalik hayotini yashash uchun men ham davlatimizga ham oilamga men o'zim hissam qo'shishim kerakda. Bu mening uchinchi iltimosim. Talab emas, iltimosim. Keyin yana bitta xabaringiz bor, Imronbek nabiram o'g'limdan keyin olamdan o'tib qolganini. Hozir kelinim 4-operatsiyani boshdan o'tkazyapti. Bolani 9 oylik qornida bola bor, keyingi oyga olish kerak. Kecha Maysaga oldingi hafta olib borganimizda bolani yuragi, bir tarafdagi yurak tomiri kengaygan, ikkinchisi normada, birinchisi kengaygan bo'lib chiqdi. Miyada kista bor dedi. Uni Sampiga olib bordik. Tuman hokimimiz Sardorjonga ming rahmat. O'shanda menga bitta mashina qilib berdi. O'sha to'lov nimalarni qilib berdi. 4 oylik paytda olib bordi. Bu miyadagi kistani lichena bilan so'riltirdi. Hozir o'sha naygram yuragida klapan kengaygan bitta tomir. Uni shuning uchun srochniy Sampiga olib boringlar dedi. Men olib bora olmadim. O'sha uchun ko'p gapirib yubordim. Men uzr, chunki sizni yaxshi ko'raman. Meni yomon ko'rsangiz ham men sizni yaxshi ko'raman. Meni otam yo'q, onam yo'q. O'tib ketgan meni ota-onam duo qiladigan, meni dardimni eshitadigan. Shuning uchun birinchi Allohga aytaman dardimni. Qolaversa, mana qanday xulosa qiling, men sizni yaxshi ko'raman. Juda qattiq hurmat qilaman. Xatga borsam ham o'sha kuni prezident administratsiyasiga adashib borib qoldim. Masjid mahallani ichida ekan kirib borib qoldim. Hamma meni oldimga yugurib ko'chada meni o'rab oldi, pasport kopiyalarimni olib. Men bor gapni ularga aytdim. Mushkulingiz oson bo'lganda bizni bitta duo qilib qo'yasiz dedi ular. Meni kuzatib qo'ydi masjid oldigacha. Masjiddan chiqib men keyin Družba Narodovmi o'sha prezident portaliga borib
Baxtiyor Jalolovga mani qobiliga yozdirib qo'ydi ular. Men o'sha yerda sizni talab qildim. Men shu inson yordam berib yurgan har doim iloji bo'lsa shu viloyat hokimini qobillariga meni yozing degandim. Xudodan so'ragan ekanman, birinchi sizga ro'para bo'ldim. O'sha uchun meni qo'llab-quvvatlasangiz, men shu kelinimni olib borib bu nagiramdan ham ayrilib qolmang. O'zi kesirva bilan o'tini ham olib tashlagan oilani boquvchisimanman. Ozgina menga mehr ko'zi bilan menga qarang. Duoda gap ko'p. Ulug'ayim kunlari kirib kelyapti. Usiz ham men sizni har doim duo qilaman, kuzatib turaman. Qayerda siqatda siz xalq bilan doim kuzatadigan mijozingiz ham eng yaxshi ko'rgan rahbarlarimdan bittasiz. Sizni hurmat qilaman, hurmat qilaman. Umrimning oxirigacha men sizni duo qilaman. Meni gapim shu. Bo'ldi, tushundim. Rahmat. To'roq Sodiq, shu gaplashing. Masala bo'yicha hech qanday masala yo'q. Vaqt fondi bo'yicha o'zimiz izlayapmiz. Bolalarni operatsiya qildirish bo'yicha puli tayin. Masala yo'q. Hozir telefonlariga chiqib olaylik. Mana kecha hurmatli prezidentimiz yangi qarorlari chiqdi. Mana shu hayit munosabati bilan insonparvarlik yordam bo'yicha mana shunaqa kasallar, og'ir kasallarga yordam berish masalasida bugun 6gacha berishimiz kerak. Zo'rtosh, bugun berishimiz kerak. Assalomu alaykum. Hozir yozib olamiz dandilarni. Hammasi. Yozing, mana Murazzam turibdi, nima ham turibdi, opaga chiqinglar-da, telefon qilinglar. Agar o'g'illar Jamshid Obulgaz. Mana shu opani o'g'illarini u zapravka degandan ko'ra bitta joyga olib chilangar qilib ishga qo'ysalaring bo'lmaydimi? Zapravka emas, xususiy. Mana aytgan bilan Turkiyani haydab yuboradi baribir. Xo'p, bo'ladi, tushunarli. Gaplashib olamiz. Hozir gaplash, opani telefonni senga mana beradi hozir. Mana telefonni aytgin. Gaplashida hujjatlarni olib menga axborotini beringlar. Xo'p, bo'ladi, tushunarli. Salomat bo'ling. Hozir yaxshimisiz? Men bolalar yozuvchisiman, Otabek Quvvatimman. Bolalarga kitob yozaman. Bundan yana 20 yaqin asarim turibdi, nashr qilishim kerak. O'shanga avvaliy yordam beraman. Kimdan o'tkazgansiz taqrizdan? Taqrizdan yozuvchilar uyushmasi a'zosiman. Yaxshi, uni bizga qani nimaga Mahmudjon aka uchrashsin. Mahmud Toyir bilan kelinglar, bizda har yili nima qilib beramiz, bitta kitob chiqaramiz. Hamma asaringiz bo'lmasa, bitta ikkitasini bitta baligi Toshkent viloyatini chiqadigan umumiy kitobiga qo'shib yuborishimiz mumkin. Keyin qolganini ko'ramiz. Lekin o'zingiznikini alohida qilishga yetmasa ham, men kecha yaqinda aytdim. Mustaqillik bayrami arafasida toshkentlik ijodkorlar, shoirlar, yozuvchilarni kitoblarini umumlashtirib, mana mustaqillik sharofati bilan bir narsa deb kitob chiqaraylik degan tashabbus aytganmiz. Buni yozuvchilar uyushmasi ish boshlagan. Bering, o'shanga bitta ikkita asaringiz kirib qoladi. Yangi O'zbekistonga romanni ber. Yangi O'zbekistonga romanimni berdim. Bergan bo'lsangiz yaxshi. Bizga bering, Mahmud Toyirga uchrashing, men yozib beraman. O'sha ishchi guruhimiz kiritadi. Tektata asaringiz nima deydi, dunyo yuzini ko'radi deydimi? Sizlarning tillaringda shunday qilamiz aka. Sog' bo'ling. Qo'chqorov, borlarmi? Assalomu alaykum, Zoyat Orovich. Assalomu alaykum. Men ismim Abdurahmon Qo'chqorov, hozir 19 yoshdaman va Zangiota tumanida istiqomat qilaman. Murojaatim shundan iborat ediki, yaqinda bo'lib o'tgan Eludumi jamg'armasi prezident boshlig'i Eludumi jamg'armasi g'olibi etib tayinlandim, mutlaq g'olib bo'ldim. O'sha sababli bitta murojaatim asosiy muammo shundaki, moliyaviy kafilda juda ham katta muammo bo'layotdi. 3 oy davomida qidirib ko'rdim, lekin 3 oy davomida hech qanday moliyaviy kafil topa olmadim. Shu bo'yicha o'zimga murojaat qilayotgan edim. Otabek. Eshitaman Zo'rtosh. Nima qilamiz? Eludumi jamg'armasiga qanaqa kafillik kerakmi? Ikkinchi marta. Zo'rtosh, bular shunaqa tartib borki, qaytirib berish sharti bilan voyaga hokimiyat kafolat xati so'rayapti. Qaytib kelmasa, qilingan xarajatlarning hammasini davlat qoplaydi degan kafolat xati so'rayapti. Hozir o'zim shug'ullanaman Zo'rtosh. Kafolat xatini to'g'rilab beraman. Telefonni oling, rayondan Zangiot hozir Quychirchidan ham bitta chiqdi-da boya. Zangiot tumanidan bu yigitimiz chiqdi. Bularni qo'llash kerak lekin. Xo'p bo'ladi Zo'rtosh, tushundim. Mana o'rinbosarim hozir nima qilib hokimiyatdan sizga kafolat olib beramiz. Yozmaning. Buni hammasini menga yig'lashtirib bir umumlashtiraylik, Eludumi jamg'armasini bitta umumlashtiraylik, bir hammasini muhokama qilib olaylik. Nimaga bunaqa bo'lyapti? Yoshlar sarson bo'lyapti. Tushundim Zo'rtosh. Mayli, rahmat kattakon. Sog' bo'ling. Qurbonova Habiba. Assalomu alaykum Zoir aka. Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz, charchamaysizmi? Men Qurbonova Habibaman, 50 yoshdaman. Harbiy oilaman. Erim harbiy pensioner. O'zim Samarqanddanman, Dahqondanman. 98-yil Moliya instituti tugatdi. 2 yildan beri shu sohada hech qayerga ishga joylasha olmayapti. Mahalla tizimiga ham imtihonlardan ham, testlardan ham o'tdi, lekin advet bo'lmaydi. 28 yoshda bolalarni uylantira olmayapman. Bitta pensioner xo'jayinim. Moliya tizimiga xo'jayiniz moliyani tugatganmi? Yo'q, o'g'lim. 98 O'g'lingiz joylasha olmayapti. Shu yordam bilan sizga chiqdim. Moliya institutini tugatgan, ha? Aha, tugatganiga 2 yil bo'lyapti. Mana xususiy nimalarda ishlaydi? O'rta maxsus bo'lib Zangatada Xalq bankida ishlagani, oliy bo'lib o'zini sohasi bo'yicha davlat ishiga kira olib, bank sohasiga yoki mahalla tizimiga yo boshqalarga kira olmayapti. Testlardan o'tadi, suhbatlardan o'tadi, advet kelmaydi. 28 yoshda lekin uylantira olmayapman, musofir joydaman, Zoir aka, Darxondanman. Bo'ldi. Qo'shni qishloq hozir nima qilinglar-da, hujjatlarni olinglar bu kishini. Yana bitta xo'jalik pensioner qiynaliyapti. Bolalar 27-28 yoshda yaxshi topolmagani uchun hattoki uylanishlar kechikyapti bolalarimni. Hozir mana telefoningiz menda bor, chiqadi hozir. O'g'lingiz hujjatlarini tashlaysiz. Siz bilan bu bo'yicha men o'zim yordam beraman. Hamma joyda korrupsiya ham bilmayman. Rosa bolam harakat qilib, hech qayerga qolmadim. Men tashlay suhbatda admet bo'lmaydi. Korrupsiya emas. Shart sekinroq. Suv ichib oling. Korrupsiya yo'q. Ishga olishda Argos degan tashkilot bor. Chiqyapti, unga ham murojaat qilyapti. Buni ovoz ko'tarmang. Bunaqa deb odamlarga birdan yo'q narsani korrupsiya deb gapirib yuborsa, ishingiz ketayotgan ishingiz ham to'xtab qoladi. Yaxshi gapirish kerak. Asabni asrash kerak. Yaxshi gapirish kerak odamlarga. Ish bitish uchun yaxshi gapirish kerak. Sizga chiqishga majbur bo'ldim. Chiqdingiz, mana bering mana telefon qildim Ziyodbek. Chol telefon, nima qilmayapsan? Assalomu alaykum Zoir To'rovich. Assalomu alaykum. Mahallasida yashayman. Bardavom 27-uyda turaman. Yoshim ishga qarab ketyapti. Men Chinovat mahalla xodimini ustidan men sizga bir oz gapirib qo'ymoqchi edim. 2 marta video olganda bu ayol. Bir marta 30% mana shu anaqa mana Rahima borib 2 marta anaqa video berib, uni intizomiy choralarni ko'rgan, 30%larni ko'rgan, ichki ishlardan ham taqdimnoma 2 marta kirgizgan hokimiyatga, 2 marta sud bo'lib o'tdi, uni aybdor deb topgan. Respublika qo'mitasiga nega bordik 7 ta 8 ta hamma o'zini dardi bilan bordi o'sha yerga respublikaga ham. Mana shunaqa qilyapti, bu yerda anaqa hokimiyatlarni qilmagandan keyin o'sha respublikaga chiqildi. Respublikaga chiqqandan keyin o'tdan 5 ta anaqa kelishdi. Ishchi guruh keldi. Ishchi guruh o'rganib ketib, buni ishiga noloyiq deb ketishdi. Endi shunda ham kechingda nimaga bordik, Nilfarga uchrashdik, bor anaqalarni berdim. Mana shunaqa navbat dedim. Mana shularni hammasi mana anaqalardan bergan qog'ozlari hammasi mana bor, mana tayyor mana. Ko'rsangiz ham bo'ladi, ko'rsataman. Sudda qog'ozi ham bor, 3 marta nima bergani ham bor, anaqa qo'mita bergan qog'ozlari ham bor, hammasi nima qilingan. Endi bu anaqa ayolni faqat hokim ushlab turibdi Muzaffarda. Boshqa anaqasi yo'q bu yerda. Bular hammasi harakat qilishyapti, Muzaffar ana qilmayapti. Ne desa, biza bo'shating demayman, menga kerak emas bo'shatish. Bitta menga emas, mana yonimda ko'rinyaptimi yo'qmi? O'zini dardim kelganlar mana o'tirishibdi. Nechtasan? Mayli, yoshim katta bo'lgani uchun men gapirim. Men rotatsiya qilib bersin boshqa anaqaga. Bittasini ko'rsa, gizgizlab o'sha anaqani oilasi buzilib ketyapti. Oilani tiklashga oila buzilib ketyapti bu yerda. Mayli, men kelsa ishchi guruh qilamiz, lekin Muzaffar hokimni bitta ayolni ishda bo'shatmay olib qo'ygani uchun men hokimga bugun rahmat deb qo'yaman telefon qilib. Bu ayolni ishdan bo'shatib ko'chaga haydab nima qilamiz uni? O'rniga to'ppa-to'g'ri bu rahbar ishlayotgan odam hammaga ham baravariga yoqmaydi. Men ham shu pozitsiyani qo'llab-quvvatlayman. Lekin aybini bo'yniga qo'yib bera olsalaring, men ishchi guruh qilib yuboraman. Respublikadan kelgan kattakonlar nimaga bo'shatib ketmadi birdaniga kelgan bo'lsa? O'sha aybdor deb topganni aybdor mana atrofimda mana o'rinbosarlarim, kotibiyatlarim o'tirdi. Bular hammasi aybdor. Chora olgan, vo'gur olgan, lekin ko'chaga haydaganimiz yo'q. Salomat bo'ling opajon. Taklif uchun rahmat.
o'rniga odam topgan bo'lsanglar kutib tursin. Yo, o'rniga odam yo'q. Uni men o'zim nima qilib, Rotatsiya qilib chopib, berishsa bo'yniga bo'ldi. qo'yib yozib oling nima. Dehqon yozingda. Rotatsiya guruh qilib qiling. berishsa bo'ldi. Uni o'rganamiz. Uni biz qilamiz xulosasini. Nima qilar? Mayli, o'shani ichida Salomat iltimos bo'ling. qilyapmiz-da shuni. Sog' bo'ling. Muzaffarga rahmat aytib qo'yinglar bo'shatmagani uchun. Shahar tumanlar eshitib olinglar-da, mana hokim o'rinbosarlar o'tiribsizlar. Hamma shahar tumanda mana keldi bitta fuqaro, masalasini hal qilib berdim, bo'ldi, hal qilgan bo'lsalaring, bo'ldi bizda qolmadi, masala hal bo'ldi deb javob bergan bo'lsang bo'ldi. Keyin masala hal bo'lgan bo'lsa ham men bilan gaplashtirmoqchi bo'lsanglar, nimaga o'tiribsizlar degan savol bor. Hokim o'rinbosari, birinchi o'rinbosarlar o'tiribdi ayni joyda, ayrim joyda. Marhamat, Parkent tumani. Mani masalam sog'lig'imda, sog'lig'im joyida emas. Yaxshi, o qayerda yashaysiz? Parkentda o'zida yashaysizmi? Parkent tumani Zarkin qishlog'ida yashayman. Xo'jayin bormi? Yo'q, o'tib ketgan. 23 yilmi bo'ldi-da o'lganiga yerimman. Yoshingiz nechida? Yoshim 50 da. 50 ga. Bolalar bormi, farzandlar? Ikkita o'g'lim bor. Nima ish qiladi o'g'illar? Katta o'g'lim toza hududda ishlaydi. Oilaga 3 million 300. Mayli, biz davolanishga yordam beramiz. Mana sayram o'g'lonni ishchi guruh qilib yuboradi. Gaplashamiz o'g'lingiz bilan, mahalla bilan. Yana sizga biz yordam berib, o'g'illaringiz xafa bo'lib yurmasin. Nimaga bordingiz deb sizga gap tegmasin. O'rganamiz, opa. Yordam beramiz. Bolalarni rozi qilamiz, ularni ham fikrsiz qo'yib qo'yamiz biz. Maylimi? Ikkita o'g'il. Yildan beri ishga chiqmayapti. Endi ishga chiqmasa, endi sog'ligi joyidami? Yo'q. Ha. Qayeri og'riydi? Anaqa talog'ini operatsiya qilganmiz, keyin 10 buyrakda kistasi bor. Qoni oqib Borib hammasini o'rganadi-da, yordam beramiz. Lekin haligi ikki og'iz gapga biza berib yorsak ham to'g'ri kelmaydi-da. O'rganamiz, keyin deputatlarni masiga qo'yamiz-da, 10 kunning ichida, erta bir haftaning ichida guruh boradi. 10 kunning ichida sizga biz mablag' bilan bog'liq bo'ladigan bo'lsa, pulni hal qilib beramiz. Kelishdik? Salomat bo'ling. Rahmat. Karimova Shahlo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Gapiring. Uy-joy masalasi bo'yicha keldim. O'tgan safar ham siz bilan uchrashganman. U ishlarim hal bo'ldi, faqat alimentimni ololmayapman. Katta summa bo'lib ketgan. Hozir xo'jayin ishlaydimi, aliment to'laydigan xo'jayin? Ishlaydi, lekin qayerda ishlashini bilmayman, lekin ishlaydi. Chunki anaqa yaqinda qaynatam borib, anaqa janjal qilib keldilar-da, meni uyimga, ijarada turadigan uyimga borib. Nima deydi? To'lamaydi dedi. Nechta bolangiz bor? Ikkita bolam bor. Orif aka, o'rganinglar qani bu xo'jayin ishlaysa, balkim ishlamayotgandir. Ishlamayotgan bo'lsa ishlataylik. Ishlamayotgan bo'lsa ikkita bolaga alimentni undirib beraylik. O'sha uy-joy qilishim kerak. Ijarada turgan joyim ham hozir chiqib ketdi. Mana viloyat majburiy ijroning rahbari personalni shug'ullanadi. Buni borib gaplashib to'lattiramiz. Haligini, aliment. Sattor Ishniyozov. Assalomu alaykum. Zoir Mirzayev. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog' salomat bo'ling, Xudoyo prezidentimiz sog' salomat yursin. Sizdan Aytganingiz kelsin. Rahmat. Men Esni Sattor Sabiyevich, Parkent tumani Tara qishlog'i. Nurafshon ko'chasini 34-uyda istiqomat qilib kelyapman. Aha. Mening oilamizda men bilan 2 nafar o'g'lim, 3 nafar nogironmiz. Bir o'g'lim 2 marta og'ir operatsiya bo'lib, bitta buyragini olib tashlagan. Yangiobodda suvchi korxonada qarovul bo'lib ishlaydi, oilasini ham tergat olmadi. Yana bitta o'g'lim 93-yil hali bo'ylanmagan, bilimsiz doktor ikkala qulog'ini kasib qo'ydi. Shundoq bo'lsa ham o'g'lim Qisaloq qishlog'idan qarnab, yaxshi odamlar bor ekan, yordam qilib turdi. Shaxsonat institutini bitirdi shu o'g'lim hozir. Sharqshunoslikni bitirdi. Oilamizda Zoir aka 3 ta kelin birga turamiz. Qo'y nogiron o'g'lim bilan 4 ta. Har kuni oilamizda urush janjal ko'padi. Tomarqa necha sotik? Agaratim yetarli Zoir aka. 9 sotik yana agaratim bor. Chunki o'y solishga mablag'im yo'q. Men o'zim jismoniy mehnatga yaramaganim uchun kitob, gazeta, jurnal o'qib o'tiraman. Muhtaram prezidentimizning farmonlarini o'qib, prezidentimiz xalq qabulxonasiga murojaat qildim. Shunda o'sha Zoir Mirzayev
Haligi Baxtiyor Jalolov aytdiki, buni faqat hokim hal qiladi. Pastki tabaqalarga ushlamang dedi. Shundan o'tgan Nurafshonga boruvdim, yig'ilish ketayotgan ekan. Keyin Mahmud Toyir armiyada birga bo'lganda oldiga kirdim. Ko'kka Bektemirga kirib, qabliga yozilib keting. To'g'ridan to'g'ri qabul qilmaydi dedilar. To'g'ri qilgansiz. Qabringizga yozilib keldim. Mana Xudo nasib etdi siz bilan ishlashib turishimizni. Sizdan bitta iltimosim subsidiyadan bir yordam bersin. Bu xususiy tomorqamga uy qurib bersin. Har holda ozgina yengil bo'lsam degan niyatda oldingizga keldim. Qarang mana Sattor aka. Hozir arizani berasiz. Sizga 2 xonali uyni qurib beramiz bu yil. Mana kiritamiz. Ro'yxatga qo'shasizlar, ro'yxatga. Raz shunaqa nogiron bo'lsa, o'rganib berish kerak. Uni haligi qilamiz, stroy materiallarni hashar qilamiz. 2 xonali uyni proyekti bor. Ertaga bu kishiga proyekt ko'rsatsin. Mana o'rtaga bitta dahliz, 2 tomonga 2 uy qilgan proyektimiz bor-ku. O'sha. Bahrom, to'g'rimi? 2 xonami o'sha? 2 xona. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Gapiravering. Hokim buva, meni qizim farzandim bor edi, Fotima Zuhra qizim bor. 18 yoshga to'lgan. Bulturkiyda 25-yili ko'ziga suv sachrab ketdi qizim, farzandim. Dakliklar qo'limga turibdi. Nima qildi? Dakliklar qo'limda turibdi. Suv sachrab ketdi, uksus. Ko'ziga. Uksus sachrab ketdi, ha. Bitta ko'zini saqlab qolish uchun bir marta keluvdingiz, bir marta o'tgan safar keldim, bordim. Ha. O'shanga dori-darmonga yetmayapti, ozgina o'shanga yordam so'ramoqchi edim. Biza pul berdik sizga o'shanda. Nima deysiz? Mablag' berildi o'shanda. 4 oymi, 5 oy oldin oldim. 1,5 yildan beri davolayaptim. Hozir ikkinchi kurs. Mayli, yana o'rganamiz mayli. Mablag' o'shanda so'ragan pulingizni berdik. 5 million so'm berdi to'g'ri. Endi hozir yetmayapti-da, Xumera degan dorisi qimmatroq turar ekan hozirgi kunda. Haftasiga 2 marta, 1 marta olyaptim. Donasi 1,6 million, 1 million 700 ming turar ekanda. O'shanga yetmayapti. Bo'ldi, mana ishchi guruh yuvarib sayrimolon o'rganib bersin boshqatdan. Yana boshqatdan gruppamiz o'rganadi. Qani, siz ishlaysizmi o'zingiz? Ishlayman, ha. Men oddiy zanaqa gazel mashinasi bilan ko'chada tirikchilik qilaman-da. Gazel yaxshi mashina bu. Mayli, o'rganamiz. Ma'qul? Xo'p. Chaqiring. Kim Davlatova? Assalomu alaykum, Zartosh. Nurafshon shahrida. Aha, marhamat. Bola qoldi, shu Davlatyor va Dilnora. Bular Respublika neyroxirurgiya markazida o'sha jarrohlik amaliyotini o'tkazish kerak bularga. Mazalari yo'q o'zlari. To'raqul Sodiqovich. Gapiring, opa. Xabar bormi bu kishi bilan? Og'ir holat faqat Respublika neyroxirurgiya markazida qilinadigan muolaja bo'lgani uchun viloyatda imkoniyat yo'q. Nima yordam kerak? Bu yerda shu imtiyozi bo'lsa, to'liq biz hozir ijtimoiy himoya agentствоsi bilan birgalikda tashkillashtirib beriladi. Qancha pul, bu yerda pul to'g'risida gap ketyapti? 30 million pul so'rashyapti. Asoslab bering menga. 30 million bo'lsa, qani o'rganib beringlar. 30 million bo'lsa beramiz. Oilaviy sharoitni o'rganaylik. Mahallani o'rganaylik. 30 million bo'lsa beramiz. Shunaqa, shu gap to'g'rimi? Opa, shunaqa tasdiqlaydimi? Shunaqa hozir mazalar bo'lmayapti, hozir gapirolmayaptilar. Tasdiqladi, o'rganadi. Mana bizlar bilarkanlar, o'rganib xulosa bersa 30 million bo'lsa biz ko'rib chiqamiz uni. Biz endi 30 million bera olmasmiz, lekin 20 ni beramiz. Qolganiga harakatini qilsin. Agar mutaxassis tasdiqlasa 20 ni beramiz. Keyingisi. Olmaliq shahar studiyasi. Yandasheva Barnoxon. Bu fuqaromiz nogironligi bor. To'g'ri marta. O'zi gapirsin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Zartorovich, sizga murojaat qilishimdan maqsad sog'lig'im ikkita masala bo'yicha. Birinchisi sog'lig'imda muammo borligi uchun
Gruppa nogironligim bor. 4 marta jarrohlik amaliyotini boshdan kechirdim. Hozir 5-chisiga ham og'ir operatsiya aytishyapti. O'zimiz Olmaliqda qilib bo'lmas ekan bu operatsiyani. Shunga murojaat bilan. So'rashingiz bilasizmi? Hozir. Mikrofon. Bu yerda bachadan miyomasi viloyat perinatal markaziga so'rashyapti. Hech qanday masala yo'q. Nogironligi ham bor. Chirchiqdan siyam ezaklarini ajratgan o'sha markazga qildirib beramiz. Ma'qulmi sizga? Ma'qul. Masalan, shu joyim sotilib ketgan. O'g'lim olamdan o'tgan 2018-yil. Uylarim sotilib ketdi. Hozir uy joyi nomimda yo'q. Kim sotgan uy joyni? Kim sotgan? O'zim sotdi. Meni doimiy ro'yxatimda boshqa tomonga hokimiyat balansda uylarga qo'yib, uyimni sotib olgan. Hozir men uysiz bo'lman. Qizimda ham xo'jayinlari qaytish qoldi koronavirus paytida. Hozir bir xona uyda yashayapmiz. Uni ham xo'jayini o'zining nomiga o'zlashtirib olgan. Bir xona uyda yashayapmiz, sig'maymiz. Nomimizda uy joyi yo'q. Qizim ham kasalmand bo'lib qoldi. Sudrishniy sindromi bo'lib qoldi. Hozir o'zim ham sog'ligim yaxshi emas, sahrim baland yuradi doim. Opajon, men sizga nima desangiz ham hozir yarim soat gaplashsak ham baribir menda bepul beradigan uy joy yo'q hok davlatda. Nima yordam so'rayapsiz bizdan? Yordamni suddagi chiqqan hal qiluvchi qarorni bekor qilish kerak. Hozir bu bering sudda agar bekor qilish kerak bo'lsa, arizangizni sudga kiritingda yuqori instansiya sudlariga javob berib qilib bering. Menda e'tiroz yo'q. Qobil aka, yozdiringlar. Sud qayerdan chiqqan, qarori qayerdan chiqqan shuni bilinglar masini. Ma'lumotlarni bersin, biz ko'rib chiqmoqlamiz. Hech qayerda propiskada turmaymiz. Pasportimizni so'rovga yetib kelgan. Pasport olishga даже ilojsiz bo'lib qoldik. Ya pasportingizni men qildirib beraman. Bepul qildirib beraman. Qani ichki ishlar. Lekin qayerdadir turishimiz kerak ekan propiskada. Hech kim bizani propiska bo'lmasa ham pasport olish mumkin. Boringizga shukur. Agar shu narsalar agar iloji bo'lsa, pasportim yo'q deydi. Telefonni qilib gaplashinglarda pul ham yo'q ekan, pasport ham yo'q ekan, propiska ham yo'q ekan. Qildirib beringlar. Shunaqa. Keyingisini chaqir. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men ikkita masala bo'yicha iltimos qilganman Zoir aka. Men Afg'oniston uchun qatnashchiman, 2-guruhdan nogironiman, Karim Umar Fardaboyevman. Bir marta mana yuragim operatsiya bo'lgan, yana hozir operatsiyaga muhtojman yuragim. Juda qiynalib qolganman akajon. Bola chaqa bormi? Ha? Bola chaqa bormi? Bola chaqa yo'q. O'rganib, sizga oldin hokimiyat biron yordam ko'rsatganmi? Hokimiyatga rahmat. Hokim buvaga mana Mirsaid akaga nima yordam ko'rsatgan? Qayin mana doktorga Bansaga ham saxirman juda baland, ham davlinaman, ham yurakman, chiqib tibbiyot ishqib yordam qilib turibdi. Endi hozir kecha borib keldim Milliy tibbiy markaziga. Hozir ularda puli kam ekan. Bir 4 million pulimiz bor. Sizni operatsiya qilish kerak. Jarrohlik o'tkazamiz deb o'zlari va'da berib jo'natdi kechasi. Men oldinroq sizga bir yozdirgan edim, chaqirganim uchun men ham keldim. Yana bitta masala menga Zoir aka 2013-yilda qurganman uyda, 3 xona uy, bir kvarat, bir zabor qilaman deb nima qilgandim? Hali kadastri yo'q-da. Yo'q, kadastrda qanday qilishda tartib qoidasi chiqdi-ku. Sizga kadastrga hozir aytib telefon qiladi-da, qachon navbatingiz kelishini aytadi sizga. O'zboshimchalik bilan qurilgan uylarning kadastri bo'yicha tartib bor. Uni telefonlarini olingda, falon payt muddat keladi deb aytinglar. Uni aytadi sizga. Boyagini biz o'rganamiz moddiy yordam, maylimi? Yo'q, akajon, rahmat. Sog' bo'ling. Mana tibbiyot markaziga Islomjonga katta rahmat, ko'p yordam qiladi. Hokimiyatdan hammasidan minnatdorman. Sizdan ham prezidentimizga ming rahmat, umrlari uzoq bo'lsin. Dunyo turguncha tursin. Rahmatullayeva Halima, rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Zoir Toyirovich, sizga bitta iltimos bilan chiqdim. Mani akamning qizi bor, Xolida degan, meni eng yaxshi ko'rgan jiyanim. 84-yil tug'ilgan, 1984-yili. Sentyabr oyida mazasi bo'lmadi, noyabr oylarida o'zidan ketib qoldi. Boshida o'pqi bor ekan, keyin uni zudlik bilan boshidan amaliyot o'tkazishdi, operatsiya qilishdi, lekin baribir yaxshi bo'lmadi. 2026-yilda 16-fevral kuni vafot etdi.
Shu jiyanim ikkita o'g'li bor edi. Bolalari juda ham aqlli, qobiliyatli, mehnatkash bolalar. Ikkalasi ham temir yo'l institutida o'qishadi. Bittasi temir yo'l institutida o'qib, mashinistlikni bitiryapti. Mana bugun imtihonga ketgan. Bittasi universitetda o'qiydi, ikkinchi kurs, birinchi kursda o'qigan paytda ochniy o'qiganda, ikkinchi kursga kelganda onasi kasal bo'lgani uchun onasiga qarayman deb zaochniga o'tkazgan, sirtqiga o'tkazgan. Mana shu bolalarga yordam berishni so'ramoqchi edim. Nima yordam bering? Mashinistlikni bitirgan o'g'liga bu menga iltimos qilib keldi. Kecha 18-may kuni tug'ilgan kun edi. Shu onasi vafot etganiga yo'qlab boruvdim, aytdi. Ammajon shu yordam qiling. Mashinistlikni bitiryapman, mana imtihon topshiryapman. Mashinist bo'lmasa, mashinist yordamchisi qilib ishga joylashtirishga yordam bering dedi. Menda hech qanaqa tanish bo'lish yo'q, qanday. Shuning uchun siz oldingizga murojaat qilib chiqdim. Shu bolani ishga joylashtiring. Bular bilanim 2010-yilda ajrab ketgan. Bu bola ham otasi katta bo'lishdi. Masini olinglar qani, mashinistlikka nimani topishga. Yordamchisi kiradi birinchi, keyin. Bo'ldi, shunday qilaman. Hozir telefonlar bor ekan, 046 23 94 shunga qilib hozir dokumentlarni olinglar. Bittasi 2004-yil. Telefon qildi sizga. O'sha telefonda ayting hammasini. Yo'nalishda ayting, boyagi jiyanni adresini ayting. Hozir jiyanimning adresini aytaman. Toshkent telefonda aytasiz. Yo'q, hozir aytmang, sizga telefon qilyapti. Rahmat. Chaqiring. Fozilova Farida. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Fozilova Faridaman. Shinasi tumani Tang Yulduz ustida 8-xonadonda turaman. Mening uyimda bitta o'g'lim bor. O'zi nagaram, ko'zini nagaram. 4 bolasi bor. Kelinim bor. Bitta kelinim bor. O'zim 25-yili noyabr oyida rak kasal bo'ldim. Rak kasal bo'lib, qattiq kasal bo'lgandan keyin men Yangiyo'lga apardi. Yangiyo'ldan nimaga deb Taqtabelga borib, tushirib nima aldim. Kimyo aldim. Ondan keyin operatsiya qildi, operatsiyadan chiqdim. Endi baribir siz ham iltimos bizga yordam bersangiz. Uyda istayishim yo'q, bag'ishim o'sha bittagi bolam, u ham nagaram. Siz oldin bir marta kelodingiz menga? Manmi? Ha, yo kelmagansizmi? Yo'q, birinchi kelishim. Hokimiyat nima yordam bergan sizga? Hokimiyat, rayon hokimiyati. Hokimiyat menga hech narsa yordam bermagan. Yo'q, bermagan, ha? Yo'q. Hozir qancha pul kerak sizga? Menga bilmadim, endi o'zingizning nimangiz bor. Yozinglarda nima qilib 6 million so'mga opaga nima qilib beringlar, birinchi kelish ekan, keyin farzand bunaqa bo'lsa 6 million so'm beramiz, salomat bo'ling. Tak, Xo'jayev, Toshkent tumani. Hokim bo'laman, iltimos qilmay ko'rdim oldingizga. Marhamat. Otam, onam, ukalarim jigar sirozdan o'tib ketishgan. O'sha paytda pul yo'li uchun uy-joyimizni sotib qaratganmiz. Hozir oilam bilan kvartirada turaman Nazarbayda. O'zim taksilik qilaman. Bo'sh paytimda keyin beton g'ish ishlari bilan shug'ullanardik, brigadir bo'lib, guruhim bor edi. New House firmasidan chaqirishdi, borib ishladim. Qaysi firma? New House. Aha, u qayerda u? Toshkent shahardan ro'yxatdan o'tgan tortish, dom qurishdan. Xo'p, keyinchi? O'sha firmada ishladim. Oyligingiz ko'tarmaydi. Aka, men ijro qilishim kerak. Xudo xolasa oilam bilan kvartirada turaman dedim. Mayli, oilangni olib turgin. Keyin Družbariya ofislarida gaplashganimizda 1-2 xona uy qilib beraman dedi. Xudo xolasa ishimiz bitib olsin dedilar. Bo'ldi aka, sizga ishondim, xursand bo'ldim. Yozuvchilik qilib olamiz desam, "Yo'q, menga ishonmaysanmi? Qilib beraman Xudo xolasa" dedilar. Keyin mayli dedim, xursand bo'lib ishladik. Ishlarimizni bitirdik. Men firmadan bundan roziman, oilalarni olganman. Firmani ishini tugatganimizdan keyin Sherzod akam oldiga bordim. Aka, ahvolimni bilasiz. Do'stim, men ota-onam yo'q, yetimman dedim. 1-2 xona uy qilib beraman dedi. Bir xona bo'lsa ham uy qilib bering desam, "Yo'q, men unaqa gapirmaganman" dedi. Bunda muzlab qoldim turganimizda. 3 yil vaqtim o'tdi, boshqa ish qilib bo'lsa ham olardim. Sizga ishonib qoldim dedim. Shunaqa desam,
Yo unaqa demaganman, kirib ketdilar-da, ahlanalari ham mani chiqarib tashladi. O'sha ham men ularga ishonib anaqa qolib ketdim. Nima qilaylik hozir biza? Sherzodni topish kerakmi? Hamda o'shalarda bir xona uyim nima deydi, bir xona uyim qolib ketdi. O'shani olib berishda amaliy yordam bering. Men sizga muxlisman. Pastdan sizni kuzataman. Sizga ishonganim uchun sizga chiqdim hozir. Bir xona uyimni olib bersin endi, va'da berdi, o'shalar ishonib ishladim o'sha. Mayli, bizga nima qilib surishtirib, telefonlarini olib beringlar qani. Bir odamgarchilik yuzasidan gaplashib ko'ramiz. Odamgarchilik yuzasidan. Qonunim bilan emas. Og'zaki gapini tikib bo'lmaydi-ku sabilda. Mayli, bir marta gaplashish kerak bo'lsa, gaplashib beramiz. Rahmat. Sog' bo'ling, rahmat. Tak, tushuntirildi yoz. Bo'ldimi? Katta rahmat, hamma viloyat tashkilotlariga ish qilaveringlar.